أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل ومن جامع أو جمع في أحد السبيلين عامدا أو أكل أو شرب عامدا غذاء أو دواء وهو صائم في رمضان عليه القضاء والكفارة مثل المظاهر وإن جامع فيما دون السبيلين أو بهيمة أو قبل أو لمس فأنزل أو احتقن أو استعد أو أقتر في أذنه أو ضاوى جائفة أو آمة فوصل إلى جوفه أو دماغه أو ابتلع الحديد أو اسقاء ملء فيه أو تسحر يظنه ليلا والفجر طالع أو أفتر يظنه ليلا والشمس طالعة فعليه القضاء لا غيره deyildi. Biz endi El-İhtiyar li Ta'lil Muhtar degan kitobni o'qiyapmiz. Bu fiqhiy kitob. Fiqhiy kitob degan Qur'on bilan hadisniki umumiy mazmunini xulosalab jiqqan nima o kitob. Bu insonlarniki, ya'ni mo'min musulmon degan odamniki kundalik faoliyatiga uni qanday qilishni yo'l ko'rsatgan nima o kitob, ya'ni ahkam deymiz. Biz endi bu kitobni o'qib kitob tahoratni qanday qilamiz u tugidi. Undan keyin namozni qanday o'qiymiz u tugidi. Undan keyin zakatni, zakat degan qanday ibodat, u qanday mollardan berimiz, nega berimiz u tugidi. Undan keyin islom dinimizniki 4-rukuni bo'lgan Ramazonga kelgandik, ya'ni ro'za. Ro'za degan qanday ibodat, o qancha kun, qaychinchi oyda, hijriy oyninki qanchinchi oyda men o tutish kerak. Deganlarning ustida kimga vojib. Bu ro'ziniki rukuni qancha? Mesela 4 dedik. Uning ustida ham to'xtaldik. Undan keyin shu ro'ziniki o'zini Shavval oyi nima? Sha'ban oyidan keyin keladi. Sha'ban oyidan keyin kelgandan keyin ro'ziniki boshlanışı osmondagi oyga bog'liq. Endi hilal oyini ko'rgan vaqtimizda boshlagan bo'lgandan keyin Ramazon oyiniki oldidagi oy nima o? Sha'ban. Shu Sha'ban agar havo uchiq bo'lgan bo'lsa, o'chani oyini ko'rgan bo'lsak, o'chani tutaveramiz. Shu hadisani. Agar havo tutib bo'lgan bo'lsa, Sha'ban oyiniki o'zini nim qilgan gap o'chada qancha kun yine hisoblab 30 kun bo'lsa, ya'ni hadisi nim qilgan bo'ldik, ro'zachi tutadigan bo'ldik. Endi shuni bilan bu ro'za degan ibodatniki qanday bir ibodat, qanday chog'da tutamiz, deganidek kimga vojib, deganidek mushu mazmundagi mena dars, ya'ni dars yuqorida nima qoldi endi o'tib ketdi. O'tgandan keyin ya'ni demak ro'za degan shu tong otgandan tortib kun o'rtog'icha bo'lgan oraliqda hijriy oyiniki, ya'ni qanchinchi oyda 9-oy bo'lgan Ramazon oyida bir oy ro'za tutish kerak ekan. Yesa bo'lmaydi ekan, issa bo'lmaydi ekan. Shunamdi, issa bo'lmaydi, shunga niyat qilish kerak ekan. Undan boshqa ayol olib qolsa, kunduzlari ro'za tutgan vaqtida u yaqindoshlik qilsa bo'lmaydi. Bu 4 rukunchi bo'ldi endi. Endi 4 rukun bo'lgandan keyin bunda holatda ro'za tutgan bo'lsa u odam, mana shar'iy bo'yicha u gadindagi qarz olgan ro'za tutish degan ibodatni qarzni u odam nima qilgan bo'ladi? Ado qilgan bo'ladi. Endi hozirgi darsimiz shu ro'zani nima ishlab buzyotdi. Endi ro'za buzilgan vaqtning o'zida ikki xil ish keladi. Birisi ro'zaniki shu bir kunlik qazosini qilish bilan, yana birisi kapparat deymiz. Yana birisi kapparat degani Qur'oni Karimniki degani bo'yicha agar u odamniki qul bo'lsa, qul ozod qiladi. Qul ozod bo'lmagan bo'lsa, o'chaniki o'zida 60 ming miskinga taom berdi. Taom kiyim-kechak berdi. Agar unuga qodir bo'lamasa, u odam
60 gün ro'za tutadi. Bir kunlikka. Bu bir qazo bir xil buzg'onlikni jazosi bundoq keladi. Yana bir xil ishda u odamniki o'zi bir kunlikka bir kunlik qazosini qilishi keladi. Bu bir xil buzilib ketsa mushtaq bo'ladi. Yana birisi, yana shu ro'ziniki masalan, shu rukunni u odam qilib qolsa-mu, o'chan o'zida hech qanday qazomi ketmaydi, hech qanday ish bo'lmaydi. Yana birisi yanadakin shu Ramazon vaqtniki o'zida ba'zi ishni qilsa u odamga makruh bo'ladi. Ya'ni ro'za bo'ladi. Ammo u nima u odamga nisbatan u savobi kam bo'ladi. Meni bunday shaklda bo'ldi. Yana birisi andikin u odam shundaq musulmon, shundaq turg'un u odam Ramazon oy kirgan vaqtning o'zida u odam ma'lum bir sababdan ro'za tutolmaydi. Ro'za tutolmagan bo'lsa, o'chanizda buyuklik qazosi qiladi. O musafir, masalan, odat ko'rgan ayollar. Yana bir turli insonlar bor, u insonlarning o'zi ro'za tutolmaydi. Buningdan o'lgich ro'za tutolmaydigan shayx pani deymiz. U odamning o'zi undaq vaqt qanday qiladi? Undaq vaqtniki o'zida u odam nima pidi beradi. Biz endi mushning ustida to'xtalamiz. Endi hozir to'xtalganimiz ro'ziniki mana asos nemisi mana 4 tuduq. Yeyish, ichish, shundaq jinsiy munosabat qilishga qat'iy bo'lmaydi. Bu yerda bilib turib qilish degan gap. Qasddan bilib turib, ro'za tutgan o'qib turib, harom bo'lgan o'qib turib, bu odam ashtaq yeb, suv ichib ashtaqan bo'lsa, o'chanizda buni jinoyat bak eg'ir bo'ladi. Ro'za buzilib ketadi. Biz shuning ustida to'xtalamiz. Shunga bu yani ixtiyor litali muhtar degan odamniki bu yozgan odam bu kitob shundaydiki, bir odam o'ziniki ayoli bilan kunduzlari, Ramazon oyiniki kunduzlari nima qilibdi? Jinsiy munosabat o'tkazibdi. Qasddan Ramazon ekanligini bu odam o'qib turib, ayol har ikkalisi mushundoq ish bo'lib qolgan bo'lsa, har ikkalisi o'chan o'zida qanday qiladi? Bir kunlik qazosi qondan boshqa bizning davrimizda hozir qul yo'q. Qul ozod qildi desak, men muzohid degan shu. O odamga ham 60 miskinga mana o odamniki o'zi agar shu o odamniki o'zi qul ozod qilishga agar undaq bo'lmagan bo'lsa, qanday bo'ladi desa, o'chaniki o'zida mana o'channing o'zida 60 miskinga mana ro'za tutdi. 60 kun oqima ro'za tutdi. Qul ozod qilishga o odamniki o'zi nima bo'lmasa, o'chaniki o'zida kuchi yetmasa. Kuch yetmasa, o'chan mushdoqchi bo'ladi. Undan keyin o odam Ramazon ekan o'qib turib ashtaq, ayol ashtaq bir ish qilib qo'ygan bo'lsa, o'chaniki o'zida yana 60 kun ro'za tutish kerak. 60 kun ro'za tutdi. 60 kunda bir kun qoldirib qo'yib tutsa bo'lmaydi. 60 kunni shu boshdan tortib 60 kun hammasi tugan bir kun qoldirib qo'ymaydi. Agar ikkisiniki o'ttirsida shu kunlarni o'tib bir kun tutolmay qolib qolgan bo'lsa, boshqadan tutadi. Buning jazosi mushundoq ig'ir. Yoki o odam ro'za tutgan odamning o'zi qasddan bir narsa nima qilibdi, yebdi. Mesela qasddan nima qilibdi, ro'za ekanligini, Ramazon ekanligini ro'za tutgan o'qib turib, bu odam yevatay deb yegan bo'lsa, bu odammi yana bir kunlikni qazosi qondan boshqa, o odam yana 60 kun oqima bir kun qoldirib qo'ymay ro'za tutishi kerak. Buni bilan o odamniki o'tkazgan jinoyati o'chan o'zi nima bo'ladi, yo'qaydi. Yoki o odam nima qilibdi, qasddan suv ichibdi. Mana suv ichibdi, qasddan. Ya'ni ro'za tutgan o'qib turib, atgan bir narsa yemay ro'za tutgan bu odam o'qib turib suv ichibdi. Ichgan bo'lsa, o odamniki o'zi mana qul bo'lmagandan keyin o'chan o'zida 60 kun ro'za tutish kerak. Mana 60 kun ro'za tutishga imkon bo'lmasa, o'chan o'zida 60 miskinga taom berdi, yemek berdi. Bu odam ham yosh bo'lgandan keyin o'chan o'zida u istitoat va agar 60 kunga ro'za tutish qodir bo'lamsa degan o odam nimaga xayri ekan yoki boshqa bir kasal ekan. O'chan o'zida u 60
miskinga yemek yoki kim bersa kiyib kechak bersa bo'ladi. Unda bo'lgandan keyin qasddan mushtaqdan bo'lgandan keyin mushtaq suv ichibdi yoki g'izo yebdi yo dori yebdi. Shu Ramazon oylariniki o'zida ishlamamdi. Dori yegan bo'lsa, u odamniki o'ziga mana bir kunlikni qazosi qilishi va shuning bilan birlikda u odam kapparatga, ya'ni 60 kun, bir kun qoldirmay ro'za tutishwa deydi. Agar bir kunni qoldirib qo'yib, ya bir oy bo'lgan chog'da bir kun unutilib qolib yoki tutolmay mundaq bir kun qolib qolgan bo'lsa, Allohdan shu 60 kunniki o'zida bu yine boshqadan tutish kerak. Men mushundaq nima bor buningda? Jinoyatchi bor. Buningda odamniki o'tkazgan jinoyati pek ig'ir bo'lgandan keyin uni qarta islom dinimiz jazonimi ashundaq ig'irchi nima qilib unga bekitiklik kimdi? Bekitiklik. Endi ayol müşundaq yani to'y qilib turmuşdaq ishlarniki o'zida Ramazon oylarining kunduzlarida u odam masalan ayol bir uyda turibdi ekan. Turib ashtaq nima qilib bu ashuni bilan yiliq jinsiy munosabat o'tkazmasdilar. Ashundaq meni yurib ketibdi deydi. Yoki olmaydi. O ayol bir-birisi bilan taqbil, ya'ni suyishibdi degan gap, qabbala yo'qabil taqbil degan gap. Mana mushundaq ashtaq taqbil qilishib, ashtaq qavata ikkisidan ya birisidan ashtaq meni ichib ketgan bo'lsa, yoki bo'lmaydi, ayol bir-birisini o'chani o'zida silishib, ashundaq qilib meni ichib ketgan bo'lsa, o'chaniki o'zida bir kunlikni qazosini qilish kerak. O'cha Ramazon buzib ketadi. Bu yoki o odamniki o'zi mana qanday qilib desa, mana o odamniki o'zi mana bu yiliq bir yerga qon, masalan dori bir narsa nima qilibdi, mang'izibdi. Ya'ni yoki masalan burniga bir narsa kirgizibdi. Masalan burniga bir narsa kirgizibdi. Burniga doridek bir narsa kirgizish orqali bunu bilan bu doriniki o'zi ma oshqozonga beribdi. Yo'q oq tarafdan deydi bir narsa meni mang'izibdi. Ashta vaqt o'zida yoki u odamniki quloqqa bir narsa temitibdi. Ramazon oyining ichida. Kunduzi. Yoki u odam mana bu yerda qo'siq yerib ketibdi ekan. Qo'siq yerib ketgan vaqt o'zida bu odam u yani davolabdi. Yerib de oshqozon ishamiz ko'rinib ketdi. Bu odam ya davolabdi. Davolagan vaqt o'zida bu doriniki o'zi bu odamni qo'siqqa yoki u dorining o'zi u odamniki miyasiga yetibdi. Ya'ni qo'siq yetgan oshqozonga nima bo'ldi degan gap, yemak holat keldi degan gap. Endi bu doriniki o'zi miyaga yetdi degan gap, miya tarafdan ruhiy, ya'ni neyro tarafdan kuchlantirdi degan gap. U o'sha ketmay mundaq qildi degan gap. Men ashundaq qan bo'lsa, o'chaniki o'zida u odam nima qiladi? Bir kunlikni qazosini çok qiladi. Bu uchun diqqat qilish kerak. Endi hozirgi davriniki o'zida masalan o'kul soldi dedik. Mana o'kulniki o'zi kelgan vaqt o'zida shu o'kulniki o'zi tumog'i urgan vaqt o'zida bu o'kulniki o'zi bu oshqozonga bordi ekan. Yoki u odamniki ya'ni miyasi kuchlantirib miyasi kuchlantirib u odam ruhlantirar ekan, jonlantirar ekan. Men mushundaq qan bo'lsa, o'chaniki o'zida bu hukmniki o'zi u Ramazonni nima qiladi, buzib o'tadi. U odam ishta qilib qolgan bo'lsa, o'chaning o'zida bir kunlikka nima qiladi, bir kunlikni qazosini qiladi, boshqa ish ketmaydi. Men shu dorishani aviyati degandek, agar Ramazon o'qib turib dori yegan bo'lsa, zodi kapparat keladi. Endi ma'noda bu yiliqi o'kunluk o'zi og'zini yemagandan keyin badanniki tumurning ichiga kirgandan keyin oshqozonga bu boshqa yerda kirgandan keyin shunga uniki jinoyati bir qadar nima bo'ladi, o'chanimizda oz bo'ladi. Oz bo'lgandan keyin bunga belgilangan islom dinimizdagi jinoiy nima jazosi yengil. U nima bir kunlik qazosi qilasiz. Ammo odam oyat o'qib turib o doriniki o'zini og'zini yegandan keyin og'zi yedi degan ma'no oshqozon bor degan gap. Ramazonniki rukun nimati yemang, ichmang ağzınızdan dedi degandi.
yemang içmang ağzınızdan degandek ağzı yap qolgandan doriniki o'zini ana bir kunlik qazosini qilishdan boshqa 60 kun ro'za tutadi. Yani bundaq. Yoki o odamning o'zi bir tumini nim qilibdi, yutibdi. Ramazon ekanini o'qib turib. Tumi, ya'ni tuminiki o'zi oshqozon kelsa, bu qattiq bo'lgandan keyin oshqozon bu ezamaydi. Ya'ni u nim bo'lmaydi, ya'ni yemak olmaydi. U pochilab, uninki narsa kerakning o'zini badanga yetkazadigan oshqozon kuchi yetmaydi. Masalan, tosh, tumi, mis deganidek, mushu metalga oid bo'lgan narsaga o'zini bu odam yutib Ramazon ekanini o'qib turib, ashta qon bo'lsa, bu odamning o'zi qanday qiladi? Bir kunlikni qazonsa qiladi. Nima ishqa? Chunki yegan narsaning o'zi oshqozon. Ya'ni oshqozon kirib, u oshqozon kirsimi, shakl jihat oshqozon kirdi. Ammo u oshqozon kirib, u narsaning o'zi u yiliqi badanga nima bo'lmaydi, uzuq olmaydi. Ondan o'g'andan keyin o'chanizda yemak yedik degan oshqozon, og'zini yedik degan gapning o'zida oshqozonni og'zimizni yeymiz, uningdagi yegan narsamiz badan quvvat bo'ladi. Ammo tumi, metal, mandan tumi, modda narsadagi o'zi uning bo'lmaydi, u og'zimizni yegan shakl bu qasmi, lekin badan quvvat bo'lish, uzuq bo'lish degan narsa topilmagandan keyin buning bo'lgan jinoyat nima u kam. Kam bo'lgandan keyin buning qarta şu onunki cezası ne buludu? Töven buludu ki yani bir küllükünü ne kılamayız? Kazası kılıdı deyimiz. Ya ki o adamdaki yüzdeki ağzı toşkışı kısvetipti. Sıska deydi o. Yani yüzdeki ağzı toşkıçılık ne kıptı? Kısıptı. Yani şu adamdaki yüzü şunda deyip lan. Şundaqla nim qavaqtida ağzı şundaq etilib chiqib lan. Şundaqla ağzı tuşibdi. Amma az olsa bo'lmaydi. Şu ağzı şundaq etilib chiqib, tutulamızın özligidan etilib chiqib, uçanın özüdə ağzı g'ob qilib shu ağzı toshqish degan o'qidi odam. Ağzı chiqqanda ağzı toshqish bo'ldi. Men mushundaq bo'lgan bo'lsa Ramazonniki oylarniki kunduzlarda mana bu odamniki geldiğinde bir küllüğünü kazası kılışını buludu, vacip buludu. Şama vacip buludu. Ya ki o adam ne yaptı? Keçisi zorluk yaptı. Keçisi zorluk ya demek tek tan atmadı dev oturup. Bu tek tan atmadı o. Tek tan atmadı, tan yürümedi dev oturup bu adam guman kılıp o adam kandak lazı keçe insan buluverdi, tap ne yaptı? Zorluk yaptı. Zorluk yiyendeki derhalla ya saatka ya nima qilmay, ya bu appaga olib ketibdi. Appaga olib ketgan bo'lsa, bu odamniki meni ashta xato ishni qandikin, u chani o'zida bu odamniki yadiniga bir kunlikni qazosi qilish bo'ladi. Sen bir kunlikni qazosi qilish kerak. Endi o yerda tong etish masalasi bor. Men oldingi darsimizda deb o'tildi, tong, ikkinchi tongni asos qilamiz. Endi hazırki bazı bir pırka, yani azgın müşahede pırklava yeniden peyda olup, yani hazırki malum biz yaşavatkan yerlerin yüzde yok. Mesela saat mançilik yayımız onundaki imsak vakti de belki başta kısma onu unutmayın. Vay yok, mandak diyente, andak diyente de yok kalan bir gapni koyup, vay şu imsak vaktideki mu yarım saat ya 15 minut kin yaydıgan. Bu yerde tangat dediğin gibi benim yerde bir tangat körülmüşse de oturup yüzün hata gumanı bilen ben aşında kan olsa bu adamınki aşın cahil fikirninki yüzüden aşta roz tutunduysa roz olmaydı. O adam roz olmay kanda kıldı her bir küllükünü kazası kılış gerek. Ben 30 günü aşta tutkan olsa 30 gün rozu tutuş gerek. Bu adam ne kıldı? Hata etti. Ama hata ketken okup durup aşağı düşendir disimi unumasa o cahil. O onunki kandak ikenligini Allah'ın imkanımız onu havada kılımız. Hem de İslam şeriatının nemesi neme? Kulu ve şrabu hatta yetebeyyenel haytu minel haytil esved ilel pecir dedi. Tan atkışı yanına digendeki tan kavı. Tan adırka mayanınki üzere imsak deydi. İmsak vakti digen. Tan atka vakti diyen gap. Yeyişninki ve içişninki özü roz tutup kalsınız şu can vaxtıda yesiniz bombaydı özünüz tutuğa vakti deyen gap buludu. Onda o andiken
Meni bizdeki yaşayotgan yerimizdeki üzide meni Ramazan ayındaki başka vaqtlarındaki üzide bu ya tang atqa vaqtı nim qilmaydi. Azın okunmaydi. Tang etip 40 minut etrafındaki kin anıdaki bamdat azın çıkıdı. Ama Ramazan aylardan ya ki kış aylarındaki bir iş güç ayındaki üzide de imsak yani tang atqa vaqtı üzide imsak vaqtı degan gap maqahniki tang attı degan gap. Man düşüneliş kerak. Tang attı degan gap bu şu tang atqa vaqtı üzide azan çıkıdı uçadı okuymiz. Şuna Ramazan aylarındaki başka vaqtın üzide nefs roza tutgan adamniki üzü bunuğa dikkat qilish kerak. Azanga aldınıp qalmaslik kerak. Ramazan ayındaki başka vaqtlarındaki üzide mana azanni tang etip yani imsak degan vaqt yani tang atqandan keyin 40-50 minutdan keyin anadaki nima qo'ydi? Azan o'qiydi. Buni nima qilish kerak? Diqqatli qilish kerak. Unuga roza tutgan adam nafla yoki boshqa qazo roza bunda bir roza tutgan adam o azanga qarab qolmay, ashilniki yani imsak vaqti deb mana Diyanetniki başka yerning hammasiniki ayrim kalendarida yazıdı. Hem küllük aşo gazetlarda buniki mana vaqticha deyiladi. Shunuga qarabcha tutish kerak. Hozir ham biz ham qo'pib, yana tangtiga vaqtni o'qib olmaymiz. Hozir ham burungi davrda qarab nima qildi? Soat qaraydigan bo'ldik. Ana o'ndaki bunuga nima qilish kerak? Unida boshqa taqvim bor. Taqvim hijriy va uni boshqa taqvim belgiladi. Buni qarab ro'za tutish kerak. Shuni nima degan bo'lsam, shu taqvim bo'yicha nima qilish kerak? İmsak vaqti degan gap, ya'ni tangtiga o'sha o'zingizni ro'za bilan yeyishni to'xtating degan gap bo'ladi. Shu vaqtning o'zida nima qilish kerak? Ro'zani ya'ni zo'rni shu vaqtga yeyish kerak. Ondan keyin tutish kerak. Hamda yeni bir adam qo'pib, hamda kun o'tirib ketdi, voy qarong'ib ketdi deb gumon qiliblar. Mesela bu soat yo'q vaqtniki ishi. Hozir davrimizda hamma odam soat bor, qo'lida, mesela qo'li salvado, telefonning soati va boshqa soat hammamiz o'qida olib ketdi, uni boshqa televizor va boshqa narsa hammani deyda olib ketdi. Bu faqat soat yo'q. Burungi davrimizda shunday chiqishlar bo'ldi, hozir unday bo'lmaydi. Hamda bir odam gumon qilib, men qop-qorong'ib ketdi-ku. Men hozir qop-qorong'ib ketdi deb gumon qilib kun o'tirib ketibdi deb u odam nima qilibdi? U odamning o'zi meni iftor qilib ketdi. İptal qilgan bo'lsa, shuna iftor qilgandan keyin 5-10 minut oy lip butkun chiqib ketdi-da endi. Opqaydim. Men ashunday qilgan bo'lsa, bu odamniki shu ro'za olmay bir kunliknikiga bir kunlikni qazosi qilish uchun keladi. Buning uchun nima qilish kerak? O'qib olish kerak. Endi ba'zi odamlarning o'zi mushada payg'ambar sallallohu bir qancha hadislar bor. Meniki ummatim, ya'ni bir qancha hadisning asos mazmuni mening ummatim qachoniki iftorga oldirsa, modomiki iftorga oldirsa, u ummat yaxshilikniki ustida bo'ladi deb. Endi iftorga oldirsa deganlikdan kun o'ltirishdan burun degan gap chiqmaydi. Bu yerda xato tushunmaylik. Ya'ni iftor qilishga oldirash degan gapning o'zi iftor degan gap kun o'ltirdi, kun o'ltirgan vaqtning o'zi qiladigan og'zimiz ochadigan vaqt degan gap bo'ladi. Bu iftor vaqtining o'zi iftor qilish qilsalar oldirang degani shu og'zini ochadigan, ya'ni kun o'ltirgan og'zini ochdinglar, shu ochish ishiniki o'ziga oldiranglar degan gap. Oldiranglar degan gap bo'ladi. Ya'ni uniki vaqti kirishdan burun, kun o'ltirishdan burun siz bu yerda nima qiling? Iftor qiling deganlik shu emas. Bu ne deganlik? O musulmondan boshqa Yahudi nasoralar qanday qildi? Biz ro'za tutdik deb, endi xato bir nima bo'lsa-mu, ro'zaniki o'ladimi, ro'za farz bo'lgan. Shu farz bo'lib ro'zaniki asli yiliqi mohiyatidan o'zgarib, shu ro'zaniki o'zini biz taqvolik tutib ketdimi, taqvolik tutamiz, ro'za tutgandiki tasubdan tutamiz deb, uluga nisbatanmi kun o'ltiruvchilik. Mana yemeysen deb aşağı berkitiklik. Aşağı berkesimi biz tavsiye tutuvalımız bunu. Biz mutlaka olup getdik deb. Biz Allah'ın takva kılan yaxşı kişi de oturup. Gün oturuştumma. Şu kınmay. Şu yani gün oturup boğandayken yıldız çıkan vaktin üzerinde kıldığın kişi de kapkaran vaktin üzerinde neme kılgan olan aşağı iftar kıldı. Mene bu ya kartılgan gap. Sizlar shu g'ayri ahli kitobdan iborat bo'lgan Yahudi nasoralardek
iftar qilgan vaqt mushu, chek mushu. Siz bu yerda o'tkazib, bu Ramazonning nemasi Alloh mushagicha yemanglar deganda, u yerda o'tkazib men oyog'icha yemayman desan, o'chada Allohning berkitib qo'ygan hududiga nima qilsan? O tajovuz qilsa bu durust emas. Ondan onun Peygamber şunu demoqchi. Sizlar uni doğrab qolmang, iftar qilishga aldirab, ya'ni iftar qilishga shu, voy iftar qilib vaqtida qilamiz deb, iftar qilishdan burun tayyorlik qilib, shu yemekni akirib tayyor qilib, hamma mushtaq turinglar degan bu iftar qilish tayyorlik bo'ldi, aldirash oldu bu. Mesela namaz qildiranglar degan gapning o'zi nima? Namozni aldirab o'qishimiz kerak degan o'zi namozniki vaqti kirishdan burun o'qing degan gap emas. Nima degan gap? Namazdaki vakti kirishdan burun siz ta'tirlab, bütün tayyorlikni qilib, o'sha masjid kirib turib, shu tayyormushlar turinglar, azon o'qishamanamni anda o'qinglar degan gap bo'ladi. Bu yerda namozni oldiranglar degan gapning o'zi namozning vaqti kirishdan burun namozni o'qinglar voy deganlikcha emas. Mana bu bizniki shu islom dunyosida shunda bir firqa bor, xavarij. Bu xavaricniki bir alaylığı. Bu xavaric, şu 1000 yılının aldığı şundaqtı. Hazırki yeni zamandaki xavariclamı, özünki xavaricken bilmey, aşındaq İslam dini ne midir şu bir yerde toxtulamayın. Onu da biz pek muttaqi, biz takva adamda oturup, çəktin işip, aşındaq qalığa adamlı var. Hatta iftar qilishdan aytı qilishqatıq 5-10-15 minut tuz qıvalı demesman neç qatım boldu ana şu uruşumni qaldık. Şunda bir xata. Anda ulama ahli tapaman deb qoldi ama chekini ishib ketdi, haqqi unmaydi. Shuning uchun mushu iftar qilish masalasiga o'zida bundaq bir tushunish to'g'ri bo'lmagan, ya'ni o shakldagi unda bir e'tiqodga uni saqlanish kerak. Endi o'shunda gumon qilibdi, ama aldiran emas. Gumon qilib bu adam bu qapqarang bo'lib ketdi endi, ya sayt yo'q, ya ish qila bilmayapti, yo'q, ya kip qoldi. Endi qarang bo'lib ketdi deb gumon qiliblar. O'shaningizda iftor qilayotgan bo'lsa, ana vaqtdan burun iftor qilyapti. Iftor qilayotgandan keyin o'shangiz qarab qolsa, oppoydan kun chiqib qoldi, yonib qoldi. Shuning bilan bu gumon xato ketgandiki, shuning bilan u ro'z olmadi. Uniki o'rniga bir kunlik qazosi qilib o adamni gerek bunu da başka hiç qanday bir narsa ketmaydi. Fakat bir kun qazosi qilsa bo'ladi endi. Va oxir da'vana alhamdulillahi robbil alamin.